Assalomu alaykum aziz obunachilar, Nostro kanalini ashaddiy kuzatib boruvchi aziz qadrdon do'stlar. Mana ko'rib turganlaringizdek, mana shu joylarga polniy beton quyish ishlarini tugatdik, xudo xolasa. Bu yerda qancha rasxod, sement, shag'al, tosh, usta puli, shu qancha vaqt ketganini polniy hisob-kitob qilib obzor qilib beramiz. Bu yerimiz 236 metr plus podvali bilan birga bo'lyapti. Shularda polniy rasxodlarini aytib o'tib ketamiz. Mana aziz qadrdonlar, bu binoyimiz razmeri bu chek betondan narigi chek sirtigacha 20 metr bo'lyapti. Bu joyda orqaga o'tish perihodlari, ana ko'rayotgan bo'lsanglar, uzunasi 30 metr binoyimizni aylan pastiga bino solganmiz. Xonalari 10 xona uyimiz. Razmerlarimiz 4.40 ga 5 metrlik xona, eniga 4. O'rtada bitta koridorimiz bor. Koridorimiz ham 370 ga 2 metr, ikkita nargisi 580 lik koridor. Bu xonamiz 420 ga 540, oldidagi 580 adashmasam shunaqaga 520 lik. Yana xuddi shu ko'rinishda mana koridorimiz. Koridorimiz ham 2 metrga 370, u tomoni 580 va bu xonamiz 440 ga 4 metr, 540 ga 4 metrlik xona va yana bitta 5 ga 4 metrlik xonamiz. Undan keyin ham mana ko'rayotgan bo'lsanglar 5 ga 4 metrlik xonamiz va bu yerda koridorimiz 2 metrga 4 metrlik koridor. Bu yerdan kirish zinapa ichkarida bo'ladi, kirish xotimiz va yana bu yerda bitta yana 4 ga 5 lik xonamiz. Bunimizni kavlab podval qilinarkan, shuning uchun 20 sm past qilganmiz. Pilta bosilgandan keyin liniyalarimiz o'xshi teng bo'lib ketadi. Va bu yerdan ko'rayotgan bo'lsanglar, orqaga o'tish xotimiz, cho'rniy xot, mana old tomondan xot qolingan orqada yurish uchun bu yerdan xot bemalol kiriladigan va podvalimiz. Bu yerda 4 ga 5 metrlik bitta podvalimiz, 4 ga 4 metrlik podval chuqurlari bilan. Xudo xolasa bu lesnitsa bu tomondan bo'ladi. Endi aziz qadrdonlar, podvalimizni shu ichi 9 metr va oldi mana shunday figura chiqqan, dugalik qilib. Balandligimiz padushkadan tashqari 2 metr va padushkalarimiz 60 ga 40 armatura tashlangan va tepasidagi bu tomonlarning ichini ham 60 ga 40 armatura tashlab, tagiga ham tepasiga ham armatura tashlangan aziz qadrdonlar. Bu joyimizga shag'alimiz 14 millionlik shag'al ketdi. Polniy tosh, mitpisok, sheben 14 millionlik mitpisok ketdi. Endi shebenimiz 2 millionga bir mashina sheben to'ktirdik. O'xshi shunda 16 millionga toshlarimiz bo'lyapti va sementimiz 36 tonna sement. Sementimizni 500 so'm, 490 so'mdan olingan, 36 tonna 500 joyimizga polniy sement ketdi, qo'rg'on devorlari bilan birga. Endi aziz qadrdonlar, sement aytib o'tdik, 36 tonna sement. Shu 16 tonna 16 million so'mlik shag'al ketdi. Usta pulimiz 47 million 500 ming so'mlik bo'ldi. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, bu yerda banya va hammomimiz ham bor. Bu darvozaxona. Darvozaxonalarni ham padushkalarni birga o'tkazganmiz. Bu yerda ham mana ko'rayotgan bo'lsanglar, padushka kaplajni bo'lgan 60 ga 40 va tepasi 40 ga 60 padushka. Mana shu o'xshi ko'rinishdagi plan. Xudo xolasa bitirib chiroyli qilib topshirdik. Liniyalarni ham ko'rishingiz mumkin. Usta pullari 47 million bo'ldi. Mana podvallarimizni ham tekisligini ko'raverasizlar. Imkoni boricha harakat qildik chiroyli chiqarishga. Bu yerda mana ko'ryapsizlar, ko'chib ketyapmiz. Appalatkalarimizni yig'ishtirilyapti va mana beton mishalkalarni tayyorlab berdik. Bu yerda adashmasam shu 20 kun atrofida shu yerda beton quydik. 20 kun vaqt ketdi. Quyib chiroyli qilib bitirib berdik. Mana ob'yomimiz 11 xona uy bu yerda. Liniyalarni ham bir ko'rsatib qo'yamiz. Kimgadir shunaqa xizmatlar ham kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Kelishilgan holatlarda chiroyli qilib berishga harakat qilamiz. Bu yerda 90 graduslar ham xudo xolasa chiroyli to'shni chiqdi. Joni boricha mana liniyalarimiz. Xudo xolasa o'ynab ketgani yo'q. Hamma joyi sifatli bo'lib chiqdi.
Yana qanaqa ma'lumotlar? Shag'allarda aytdik. Shu 16 million so'mlik shag'al, 36 tonna sement. Shu общий hisobda 80 million sementi-yu shag'ali hammasi bo'lib usta puli bo'ldi. Va plus 4000 dollarlik armatura olib qo'yilgan ekan oldin. Shu armaturalar ketdi. Hali armatura dasi tepalariga ham yetadi. Yetadigan qilib olingan bu uylar uchun, sismalar uchun, kolonnalar uchun ham olingan sifatida 4000 dollar ichida shu xudo xolasa tepalariga g'isht to'lgandan keyin sismalar va kolonnalar uchun 4000 dollarga armatura olingan. Preslarni ham qo'yib ketamiz. Kimgadir yoqsa bemalol mana shu ko'rinishda qilishi mumkin. Kanaldan yiroqlashmanglar. Video foydali bo'lsa bitta like bosib qo'yishni unutmanglar. Kimgadir shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Qo'ldan kelgancha noldan boshlab beton qo'yish, g'isht urish, shuvoq yashga, sisma kolonnalar, shunaqa qurilishga oid barcha jamiki xizmatlar qilamiz. Hammanglarga rahmat, sog' salomat bo'linglar.